xotiniga xiyonat qilgan erkak oxiratda samakat minar ekan, samakat. Do'zax olovlarida oyoqlari kuyib, lag'za cho'q, go'sht bo'lib samakatda yuraverar ekan. Xotiniga xiyonat qilmagan erkakka O'zbekistonimizdan chiqayotgan eng zo'r mashina bor haligi. Malibu berar ekan. Xotiniga xiyonat qilmagan erkakka 2012-yil hisobidan bittasiga nasib qildi. Hamma samakatda yurganlar havosi kelib, haligini yoniga borishgan ekan, u bechora peshonasini rulga urarmish. So'kinarmish, qo'lini rulga urarmish, kallasini saray qilarmish. Malibuni tomiga bir marta kalla qo'yib qo'yarmish. Aka, nima xafasiz? Bitta sizga nasib qildi Malibu. Hammamiz samakatda yuribmiz. Nima xafasiz? Siz nima xursand bo'ling? Malibusida o'tirdim, hozir xotinim yonimda samakatda o'tib ketdi debdi.